Har hafta go'sht ola olasizmi? Go'sht ololmasam bir 6 ta tovuq qilaman, tuxumini yeb o'tiribmiz. Tovuğunuz bor, tuxum bor. Qachon go'sht yedingiz oxirgi marta? Bilmadim. Jigar ko'rasizlarmi? Bu qanaqadir ssenariy emas. To'g'ri keldik. Kerak emas ssenariy. Borini barcha biz yoritib beramiz. 22 yildan beri shada yashab kelasizmi? Hozirda shada yashab turibsizmi? Ha, yashab turaman. Endi qishda kun bo'lsa birovlar uyda gaplashib nima qilaman bo'lmasa, shu yozda kunda sho'ra kelaman, ilojim yo'q. Birday birovda uyda birday sig'mayman. Yozda kunda sho'ra kelaman, ilojim yo'q. Aziz do'stlar, biz uchun emas, Komil uchun emas, mana shu opa uchun bitta like bosing. Mana shu opaga yordam qilaylik. Jigarlar, biz ko'pchilikmiz. Mana shu oilaga yordam qilaylik. Kelinglar. Bitta podдержка qilaylik, bitta birgaylik. Ko'p emas o'zi. 10 ming ta odam 10 ming so'mdan ehson qilsa, qancha bo'ladi? 100 million bo'ladimi? Menimcha 100 million bilan mana shu opa chiroyli uyli bo'lib qoladi. Biroshaqqa to'xtada, mana shu opani nima qilib gaplashaylik-da. Ehsonim bor desam. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Qarshi bo'lmasangiz video olatdik. Nimalar qilyapsiz bu yerda? Ha, kunliklarda chiqib ishlayapsiz, o'shanga chiqib o'tirdim. Hech kim yo'q-ku, hamma ketib o'pti ishga. Ha, endi bo'lib qoladi-da o'shanga. Kechroq bo'lsa ham bo'lib qoladimi? Ha. Qancha topasiz kuniga, kunlikdan? Shu 50 ming topaman-da. Sharoit qanday? Shu pensiya olaman, shu nimasi bilan, shu kunlik bilan tirikchilik qilib o'tiribmiz. Necha pul pensiya olasiz? 1 million 12 olaman. 1 million 12 ming? Qanaqa pensiya bu? Gruppa? Nogironlikmi? Ha. Nechinchi guruh? Ikkinchi. Yashash sharoitingiz qanday? Sharoitim qiyin. Shu uyimni sharoiti o'zi yarasha bo'lib qolgan. Birovlarning uyida hozir kun ko'ryapman, yozda kunada. Endi qishda bir nima Farzandlaringiz bormi opa? Ha, shu bitta qizim bor. Bitta qizingiz bor? Necha yoshda? 18 endi to'ldi. 18 ga to'ldi. Xo'jayingiz bormi? Yo'q, xo'jayinim olamdan o'tgan. Olamdan o'tganlarmi? Ancha bo'ldimi? Ha, ancha bo'ldi. Necha yil bo'ldi? Ancha bo'ldi-da. O'zingizda uyingiz bormi opa? Ha, uyim borda sharoiti o'zi yarashada, odam kirib yashagili qolmay qolganda. Maylimi bir sharoitlaringizni ko'rsak? Ha, mayli. Endi bugungi ish haqingizda o'zim beraman, endi bugun o'tirmang bu yoqda. Haqingizni o'zim beraman bugun. Olib qo'ying uni. Bir uyingiz sharoitini ko'rsak. Bu yoqda o'tirmang bugun, bir dam oling bugun. Yuring. Agar qarshi bo'lmasangiz bir uyingiz sharoitini ko'raylik. Kelingchi, o'tiring mashinaga. Mashina. O'tiring. Qaysi bir uyingiz opa? Mana shu yashil nimali. Mana umi? Chap tomondagi. Shu uyda yashab turibsizmi? Assalomu alaykum, Xalq dardi kanalining aziz obunachilari. Yaxshimisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Jigarlar, biz bir necha kun oldin YouTube kanallarimizda va Instagram kanallarimizda agar qiynalgan oilalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar deb murojaat qilgandik. Bizga to'g'risi juda ham ko'p murojaatlar keldi. Mana shu opamizni ko'pchilik bizga tavsiya qilgandi. To'g'risi bugun mana soat ertalab 6 dan turdik. O'zlari shu kunlikka chiqarganlar. Ikkinchi guruh nogiron ekan opa.
shu gruppadan 1 million qanchadir pensiya olar ekanlar. Shuni to'g'risi o'zimiz ko'zimiz bilan ko'raylik deb ertalab 6 dan turib, shu kunlikka chiqadigan joyga chiqib turdik. Opa o'zlari o'tirgan ekanlar. Mana shu uyda yashar ekanlar. Komil do'stimiz bilan kelganmiz. Assalomu alaykum Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Opamizni ertalab o'zimiz ko'zimiz bilan ko'raylik, haqiqatan muhtoj opami deb chiqqandik, opamiz haqiqatan o'tirgan ekanlar. Endi azizlar mana uylarini ko'zdan kechiramiz. Uylari to'g'risi mana orqa tomondan to'g'risi hozir juda ham strashni. Shumi uyingiz opa? Bir ko'rib ko'rsak, kirib ko'rsak bo'ladimi? Boshlang qani? Yo'lni boshlangchi. Opamiz juda ham og'ir, bosiq opa ekanlar, gapga ham yo'q. Shuning uchun jigarlar, mana shu uy hozir ko'ramiz, qani qay ahvolda. Uyga kirishga hech qanaqa darvoza yoki devor hech narsa yo'q. Yixe, vahma yeb tamom qilgan ekanda bu yoqda o'zi, ha? Devorlari ham tamom bo'lgan ekanda. Vahmay bormi? Nima taxtalari bor, shunga vahimay yeb ketganda shunday bo'lib qolgan. Tepaga taxta ham qo'yilganmi? Taxta qo'yilgan. Ne только taxtani, devorni o'ziga ham qarasanglar, mana teshilib yotdi. Bu polni o'pirilib ketganda. Ular hammasi shu vahmak teshib tashlagan. Mana izlari. Bu uyda yashash qiyin. Ichkarilar qanday ahvolda ekan? Keling qani opa, ko'rsating qani, qanday yashagansiz bu yoqda qishda? Yashagan bizada iloji yo'q deydi. Shu sharoit. To'klanib chiqayotganda. Shu sharoitda yashagansiz qishda. Necha yildan beri yashab kelasiz bu yoqda? 22 yildan beri. 22 yildan beri mana shu yoqda yashab kelasizmi? Qiziz bilan. Qani bu xonalar nima bo'lyapti ekan? Bu xonalarda nima gap? Oho, mana patologlarga buz tortib qo'yilgan. To'klan, вообще dabdala bo'lyapti, dabdala. To'g'risi, odam yashaydigan joy emas-da bu. Odam yashaydigan joy emas. Eshiklari plastik eshiklar qo'yilgan ekan, akfa eshiklar. Lekin yigirma ikki yildan beri shada yashab kelasizmi? Hozirda shada yashab turibsizmi? Yashab turaman. Endi qishda kun bo'lsa birovlar uyda gaplashib, nima qilaman bo'lmasa, shu yozda kunda sho'ra kelaman, ilojim yo'q. Birday birovda uyda birday sig'mayman. Keyin shu yozda kunda sho'ra kelaman, ilojim yo'q. Yozgi kunda shada yashaysiz, qishki kunida kimlardir uyida. Bu yoqda isitib ham bo'lmaydi, menimcha qishda. Eshiklarni ko'rib turibsizlar, oddiy managi temir eshiklar. Bunda sovuq o'tib ketadi. Sovuq bu yil o'zi ham juda zo'r bo'ldi. Bu yoq kladovkami deyman? Banyami? Bu yoqqa ko'chlari bor ekan, narsalari bor ekan. Hozirda shu tashqarida yashab turibsizmi? Hozir tashqarida yashab turibman. Uchastkangiz necha so'tda qopshi? 8 so'tda. 8 so'tda. Aziz do'stlar, biz uchun emas, Komil uchun emas, mana shu opa uchun bitta like deb bosing. Mana shu opaga yordam qilaylik. Haqiqatan ham qiynab. Buni qirdinglarmi? Qirdi, nima? Oldin yashovdi, endi oqaqiy qilib, aqiylab yashaganda keyin nima qilinadi? Remont qilamiz degansizlar-da. Tani yashash sharoit shundan bo'lib qoldi-da. Tipalarga mana bo'z tutib qo'yilgan. Simlar Taxtalar yeganda o'zi qumlari osilib tushgan, lekin haqiqatan ham ayanchli ahvolda ekanlar. Ahvollari. Bu katta xonalarimi deyman. Mana qirib hammasini taxlab qo'yishibdi. Yozda ko'chada yotsa bo'ladi. Bunda endi ko'rsating atrofini. Montajlar ham вообще dahshat. Mana buni qarang. Mana montajni. Yo'q. Usta do'stimiz tayyor. Mana do'stimizning o'zi usta. Ahvol haqiqatan ham juda ham ayanchli ahvol, to'g'risida.
10 ming so'm nima bu? Biz har doimgidek tushgan pullaringizni hammasini отчёti bilan opa, Ha. o'zingizda plastikingiz bormi? Plastik karta pensiya olsangiz tushadimi kartangizga? Yo'q, naq pul olaman. Kartangiz bormi? Kartani endi qizim kartasi 18 yil nima qildi? Hozir endi moddiy yordam men to'g'rilab beraman deyaptim. Karta ochmaganmisiz? Bankda. Karta endi ochdim. Ochganmisiz? Kartangiz bormi? Endi O'zlarini kartalarini qo'yamiz. O'zlarini kartalarini. Rossiyskiy karta topamiz, yana yoqdan bu yoqdan. Qo'limizdan kelsa shu opaga yordam qilaylik. Yordam qilaman deganlar. Like'larni bosib qo'yaylik. Hozirda faqat sizlarning kommentariyalaringiz, bu yoqda eng muhimi sizlarning kommentariyalaringiz. Telefon raqamimni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Agar yordam qilamiz desanglar, biz yordamni boshlaymiz. Bu uyni buzib tashlash kerak. Chunki tashqariga chiqaylik-da. Bu uyni buzib tashlamasa, o'sha bu uy bosib qoladi. G'ishlarini hamma yog'ini o'sha vahma yeb, Mana shu vahima yegan joylarni bir ko'rsating. vahma yeb Juda sochib tashlagan. yo'lda ham o'zi tomon qilib o'tdi-da. Tepadan suv o'tadimi, o'tmaydimi? endi o'tsa kerak. Endi nima bo'lib boshladi? Qishda qanday yashaysiz bu yoqda? Nima bilan istaysiz? Pilta bilan istaman. Pilta bilan qanday pul to'laysiz keyin tokka? Endi Ko'p ishlayveradi-ku. ilojim yo'q. Yoshingiz nechida? 78 manda. 78 siz. Hozirda 52 bo'ladimi? Yo'q, 48. 48 ga kirgansiz. 48 yoshda ekanlar. Nima qilamiz? Hammasi jigarlar sizlarga bog'liq. Yordam qilamiz deganlar bo'lsa, ko'pdan emas mana 5 ming, 10 mingdan yig'sak, biz ko'pchilikmiz. YouTube kanalimizda 150 mingta pashta odam bor. Shu 10 ming kishi, 5 ming, 10 ming qo'limizdan kelgancha shunday yordam qilsak, mana shu opani dog'lasa uylari bitib ketadi. Chiroyli uylar qilib dog'lasa, iloji bo'lsa devorlarini o'rab, chunki yolg'iz onalar, o'sha 18 ga kirgan qizlari bor. Qizlarini endi syomkaga olib chiqib bo'lmaydi. To'g'ri tushunasizlar. Pastda mana hojatxonalari bor ekan. Pasam devor mana ko'rib tursa ham 1 metr, 1 metrdan sal balandroq devor bor. Bu nima bu? Hovuzmi? Endi hovuz qilinadi, suv qiyinroq bo'lishi uchun o'shanga suv to'ldirib qo'yamiz-da. Suv o'tib ketsa kerak, chiqib ketsa kerak bundan. Ha, shunga hozircha sol ekansiz yo'q. Nima bo'ladi, opa? Uyingiz bitib ketsa xursand bo'ladingizmi? Orzungiz nima o'zi? Shu uyim bitishida orzum. Shu Hozirda qanday qilib kun kechiryapsiz? shu pensiyadan, shu kunlik bo'lsa, o'shandan tirikchilik qilib o'tirib bizada. Qo'limizdan kelsa jigarlar yordam qilaylik. Mana shu opa bir uylik bo'lib qolsinlar. Qanchadan qancha misol o'zbek xalqi butun dunyoga o'zi isbotlab qo'ydi-da. Poddershkani. Qanchadan qancha qiynalganlarga yordam berib, misol qanchadan qancha blogerlarni kanalini ko'tarib, bloger nimasi bilan? Bloger podpischiki bilan bloger. Podpischik bo'lmasa hech kim. Biz ham to'g'risi yoritib beryapmiz. Qo'limizdan kelgancha o'zimizda ham ehsonlarimiz bor. Faqat jigarlar o'zimizda baribir qo'limiz sal kaltalik qiladi mana shu opani uyini to'g'irlashga. Bir harakat qilaylik. O'zim uchun so'ramayman to'g'risi. Allohga shukr, ishlarimizni to'g'rilab olganmiz, hammasi joyida. Topishimiz yomon emas, qo'limizdan kelgancha biz ham yordam qilamiz. Bizaga u ehsonni kapekasi ham kerak emas. Xuddi oldingidek qo'yilgan pulni qo'yilgancha отчёti bilan chiqarib 100 ming tushsa, mana 100 mingga mana buncha narsa olindi. Xuddi shunaqa qilib, dog'lasa boshlayveramiz. Komil, nima deysan? Nima deymiz endi shu xalqimizdan chin dildan so'raymiz, lekin haqiqatan ehson joyga tushayotgan joyga kelib biza. Endi buyog'i endi va obunachilarimizni nimasiga qarab Odamlar haqiqatan ham lekin bitta g'ish deydi-ku, shu bitta g'ish qo'ysa, o'sha mana shu uyga bitta g'ishni pulini taylasangiz, o'sha bitta g'ish mana shu uy qancha yil turadi, necha yil nima bo'ladi, o'sha qancha savob bo'lsa, hammasi shu uy tugab ketguncha o'sha savob sizga yoziladi-da. albatta. Do'stlarim, shuning uchun chin dildan so'rayman. Haqiqatan
joyiga kelgan bo'lsa. Ehsonni joyi. Ehsonni mukofoti ehson deydi. Men bu narsani o'sha ko'pchilik ham bilib qoldi. Bu narsa o'zimiz ham juda ko'p isboti bo'ldi. Biz ham 1000 so'm ehson qilsak, boshqa joylardan 100 ming so'm bo'lib qaytib kelgan joylar juda ko'p-da. Xudo xolasa. Boshlaymiz desanglar jigarlar, biz tayyormiz. Xudo xolasa qasr-qusur buzib tashlaymiz. Bu yog'ini gazini bosamiz. Endi ko'p sizlarning vaqtlaringni olmaymiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda ko'rishguncha. Endi opa to'g'risi bizga kerak emas. Rol o'ynab, yig'lab, bir nimalar qilib, ssenariy qilgan joylar kerak emas. Borini boricha gapirdilar, bo'ldi. Bitta like bosib qo'ying. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.